Mamlakatimizning Germaniyadagi elchixonasi ko'magida IT Park Uzbekistonning ushbu mamlakatdagi vakolatxonasi tomonidan Uzbekistan Outsourcing Conference anjumani tashkil etildi. Maqsad O'zbekistonning IT va outsourcing sohasidagi salohiyatini namoyon etish, Germaniya biznesi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yanada kengaytirish hamda mamlakatimizni global raqamli xizmatlar sohasida ishonchli hamkor sifatida tanishtirishdan iborat bo'ldi. Tadbirda O'zbekistonning IT kompaniyalari soni 147 tadan 3000 tagacha o'sgani, 2024-yilda O'zbekiston BMTning elektron hukumat reytingida 24 pog'ona ko'tarilib, 63-o'rinni egallagani va 2030-yilga borib kuchli 30 talikka kirishni maqsad qilgani qayd etildi. So'zga chiqqanlar Germaniya kompaniyalarining O'zbekiston bozoriga kirish amaliyotlari, outsourcing xizmatlari va mamlakatimizning kadrlar salohiyati, xorijiy kompaniyalar uchun yaratilgan qator imtiyozlarning ahamiyati haqida gapirdilar. IT Park Uzbekistan vakillarining taqdimotida Zero Risk dasturi, soliq imtiyozlari, IT vizalari haqida ko'rgazmali batafsil ma'lumot berildi. Usbekischen Beziehungen sind sehr gut. Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi axborot texnologiyalari sohasida ham hamkorlik juda yaxshi rivojlanmoqda. O'zbekiston aholisining katta qismi yoshlarni tashkil etadi va ular IT sohasi bo'yicha yuqori salohiyatga ega. Germaniyada esa IT mutaxassislar yetishmovchiligi mavjud. Taxminan 140 ming nafar IT mutaxassisi yetishmaydi. Shu sababli Germaniyada bu sohada kattaroq o'sishga erishishning muhim yo'nalishlaridan biri bu IT jarayonlarini boshqa mamlakatlarga, jumladan O'zbekistonga outsourcing qilish hisoblanadi. Tadbir davomida O'zbekiston delegatsiyasi vakillari qator yirik nemis kompaniyalari bilan B2B uchrashuvlar o'tkazdilar. Unda O'zbekiston va Germaniya o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada jadallashtirish istiqbollari muhokama qilindi. Shu bilan birga IT Park Uzbekistan faoliyati hamda mamlakatimiz turizmi salohiyatini aks ettiruvchi tarqatma materiallar taqdim etildi. Philipp Kleinejäger von der Firma EPAM. Ich bin Markaziy Osiyo mintaqasi, qolaversa O'zbekiston biz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi paytda eng tez o'suvchi bozorlardan biri sanaladi. Yillik o'sish sur'ati taxminan 40% dan yuqori. Shu sababli biz O'zbekiston bilan hamkorlikni juda muhim deb hisoblaymiz va mijozlarimizga ham aynan shu yerda faoliyat yuritishni tavsiya etamiz. Chunki sifat va narx nisbat jihatdan qiymat juda yuqori. Biz hozirda mamlakatdagi IT sohasidagi eng yirik ish beruvchilardan biri hisoblanamiz va kelgusida ham kuchli o'sishni kutmoqdamiz. Berlinda o'tkazilgan anjuman va uchrashuvlar O'zbekistonda innovatsiyalar sohasidagi xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.